Vadduha suresi bugün günümüzdeki o'xshash, o'zimizni yolg'iz his qilayotgan, beshimizga kelgan qiyinchiliklar tufayli Allohga noto'g'ri gumonda bo'layotgan, Alloh bizni unutib qolganmidi, bizni tashlab o'tganmidi deganga o'xshash shundoq qarashga kelib qolgan kunlarda bizning qalbimizga to'g'ri bo'ladigan bir sura. Sen duo qilib duoyim ijobat bo'lmadi deb ko'ngling yerim qilgan ishlar uchun hanim bo'lsin duoyim ijobat bo'lmabdikan. Alloh subhanahu va taolo menga texmi yaxshisini berishni iroda etgan deb mamnun bo'lasan. Rozi bo'lasan, Allohga duo qilasan. Bu shundoq bir oltin qoida oldimiz qo'ydi-ki, kishilarga yaxshi muomala qilmagan odam, axloqi go'zal bo'lmagan odamninki shukrisi to'liq bo'lmaydi. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati bilan Qur'oni Karimningki oxirgi qisqa suralardan, ya'ni biz namozda o'qiydigan suralardan sura Zuhoni o'qiymiz. Ya'ni Vadduha surasini o'qiymiz. Bu Vadduha surasi bugun kunimizdagi o'xshash, o'zimizni yolg'iz his qilayotgan, beshimizga kelgan qiyinchiliklar tufayli Allohga noto'g'ri gumonda bo'layotgan, Alloh bizni unutib qolganmidi, bizni tashlab o'tganmidi deganga o'xshash shundoq qarashga kelib qolgan kunlarda bizning qalbimizga to'g'ri bo'ladigan bir sura. Chunki bu sura ana shundoq payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy kelib tunji qatim uzoq o'tmay, ya'ni kishilarga men payg'ambar deb e'lon qilib bo'lgandan keyin mushriklar va boshqa kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan har qanday bir savol sorsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vahiyga tayinib turib, u bunda, bu bundaq deb shundoq javob berayotgan paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy uzilib qolib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom noit ig'ir ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib tasliq qilgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yolg'iz emasligi, Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni tashlab o'tmaganligidan iborat mana shundoq tasalli bilan tushgan. Va shundoqla bu sura beshiga har xil musibatlar kelib, har xil qiyinchiliklar kelib, Alloh subhanahu va taolo meni tashlab o'tganmidi deb o'zini yolg'iz his qilayotgan butun musulmonlarga bir tasalli. Unda bo'lsa biz bu surani oldidan o'qiylik, ondan keyin oyatma-oyat tafsirlab mayli. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Vadduha chashka vaqti bilan qasamki, val layli idza saja qorong'uliqi atrofni qoplagan chog'dagi kecha bilan qasamki, ma vadda'aka robbuka va ma qala, sizning Robbingiz sizni tashlab o'tmadi, siz bilan xo'shlashmadi, siz bilan vidolashmadi, va ma qala, sizning Robbingiz, sizning parvarishkoringiz sizni yomon ko'rib qolganimi yo'q. Valal axiratu xayrul laka minal ula, oxirat sana albatta dunyodan yaxshidir. Vala sawfa yu'tika robbuka fatarda, Rabbing, parvarishkoring, parvardigoring sana kelgusida nurg'un yaxshiliklarni ato qiladi. Sen buningdan mamnun bo'lasan. Alam yajidika yatiman fa'awa, u Rabbing, u parvarishkoring seni yetim holatda bilib sana panoh bermadimi? Va vajadaka dallan fahada, qaymoqalligingni bilib sana hidoyat qilmadimi? Va vajadaka ailan fa'aghna, sening yo'qsizligingni bilib seni beytmadimi? Fa ammal yatima fala taqhar, shunga sen yetimni xo'rlama, yetimga qo'pollik qilma. Va ammas sa'ila fala tanhar, so'rg'uchini silkishlama. Va amma bi ni'mati robbika fahaddith, Robbingning, parvarishkoringning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Qarab qo'yadigan bo'lsak, ya'ni biz udul qarasak ma'suraga, xuddi oyatlar birisi bilan munosabatsizlik ko'rinadi. Amaliyotda bu oyatlar birisi bilan ajoyib munosabatlik. Qarab qo'yadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu suraning birinchi va ikkinchi oyatida qasam qildi. Nima bilan qasam qildi? Birinchi oyatida vadduha zuha vaqti bilan, ya'ni chashka vaqti bilan qasam deb Alloh subhanahu va taolo qasam qildi. Nima uchun chashka vaqti bilan qasam qildi? Chashka vaqti qachon? Chashka vaqti kechining qorong'uligi ketib, kunning nuri chiqqan vaqti. Alloh subhanahu va taolo mana shundaq kunningki nuri chiqqan, kechidagi qorong'ulik ketgan payt bilan qasam qildi. Nima uchun? Chunki Alloh subhanahu va taolo bu oyatni, bu surani payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xuddi kechining qorong'uligidek, ana shundaq hayratda, ana shundaq ruhiy bir tushkunlikning ichiga kirgan tasliq qolgan paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, ey Muhammad, kunning nuri chiqadigan vaqt yetib keldi. Ey Muhammad, kechining qorong'uligi ketdi degan ishorat qilgandek, vadduha chashka vaqti bilan qasam.
deb qasam qildi. Yuqorida o'tganimizdek payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga vahiy orqama-orqa bo'lak-bo'lak ishlarga, hadislarga qarshi tushadi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga nisbatan vahiy yol ko'rsatkuchi, tayanch kuch, ma'naviy quvvat edi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shu vahiyning kuchi bilan, vahiyning quwwati bilan mushriklarning aziyatlari, yuzi duch kelgan qiyinchiliklarga taqobil turadi. Ya'ni vahiy payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ilohiy quroli edi. Ana shundaq paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ma'naviy kuchi, quvvati bo'lgan vahiy payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan uzilib qoladi. O'ylab baqinglar, bir askar urush maydonida boshqalar hujum qilayotgan paytda uning quroli yo'qolib ketsa, va yoki qurolni o'qi tugab ketsa, qanday ahvolga tushib qoladi? Nəhayət bir qiyinchilik ahvolga tushib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mushriklar bilan ana shundaq da'vat kurashi, ma'naviy kurashlar ichidagi paytida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning quroli bo'lgan vahiy ma'lum sabablar tufayli uzilib qoladi. To'xtab qoladi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nəhayət qayg'uradi, ichi pushidi, har xil xiyollar ko'ngliga keladi. Ana shundaq paytda vahiyning uzilib qolganligi bilan, ruhiy uzuqining tugab qolganligi, ya'ni to'xtab qolganligi bilan ko'ngli yerim bo'layotgan paytda mushriklar Abu Lahabning ayoli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Muhammadni uning ilohiy tashib o'tibdi. Hattoki nəhayət ig'ir so'zlar bilan Muhammadni hasha uning shaytini tashib o'tibdi deb mana shundaq aziyatlarni beradi. Islomni tinchimoqchi bo'lgan, islomni o'rganmoqchi bo'lgan, islomga kirmoqchi bo'lgan oldi mana shundaq tashviqotlar bilan to'sadi. Hozir Muhammadni uni Robbi tashlayapti. Hozir uning vahiy kelmaydi deb tashviqot qilishga boshlaydi. Mana shundaq bir tarafdan o'zining ruhiy uzuqi bo'lgan vahiydan ayrilganligi sababli, yana bir tarafdan mushriklarning aziyati sababli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ruhiy holati eng tön holatga tushadi. Mana shundaq paytda Alloh subhanahu va taolo va duha Çaşka vaqti bilan qasam. Ey Muhammad, sen qaymoqib qolgan, sen qorong'ulikda qolib qolgan, sen yo'qitib qo'ygan u nurun keldi. Vahiy keldi, qorong'ulik ketdi. Çaşka vaqti bilan qasam deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga qiyinchilikning ketganligi bilan, vahiyning to'xtashininki oxirlashganligi, vahiyning davomli kildiganligi bilan bishorat berib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga va duha Çaşka vaqti bilan qasam deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tasalli bergan. Va shundaqla vallayli iza saja qorong'ulikqa atrofni qoplagan chog'dagi kecha bilan qasam deb Alloh subhanahu va taolo zulmatlik kecha bilan qasam qildi. Nima uchun? Beshida zuha bilan, ya'ni chashqa vaqti bilan qasam qildi. Ondan keyin qorong'ulikqa atrofni qoplagan kecha bilan qasam qildi. Nima uchun? Zuha qanday vaqt? Kechining ketgan vaqti. Vallayli iza sajacho kechining boshlangan harakatlar to'xtagan bir payt. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlar orqali shuni deyishni iroda qilgan bo'lishi mumkin. To'g'risi Alloh taolo bilguchi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo qiyinchilikni yaratquchi, harakatsizlikni yaratquchi, yana shuningdek osonlikni yaratquchi va shundaqla harakatni yaratquchi. Vallayli iza saja degan bu kecha bilan bo'lgan maqsad harakatsizlik, jonsizlik yoki vahiyning uzilib qolgan u paytga samovul qilingan bo'lsa, va duha harakat, vahiyning kelishi, jonlanishga samovul qilingan bo'lishi mumkin. To'g'risini Alloh subhanahu va taolo bilguchi. Yana shundaqla Alloh subhanahu va taolo chashqa vaqti kechining ketgan vaqti bilan va shundaqla kechining kirgan vaqti bilan qasam qilish orqali Alloh subhanahu va taolo ana shundaq kechini, kunduzni bir-biriga almashtirib turganga o'xshash Alloh subhanahu va taolo har bir insonning beshiga qildigan osonchilik va qiyinchilikni ana shundaq almashtirib turadi. Kechi keldimi, endi kunduz keladi. Kunduz keldimi, endi kechi kelishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo xuddi chashqa bilan qorong'ulik atrofini qoplagan kechini almashtirib turganga o'xshash ma hayotimi har xil ishlarni, qiyinchiliklarni, osonchiliklarni bir-biriga almashtirib turadi. Kechini yaratganimi Alloh, qiyinchilikni paydo qilganimi Alloh, osonchilikni paydo qilganimi Alloh, zuha chashqa vaqtini paydo qilganimi Alloh deganga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Hargizmi bir odamning beshiga qiyinchilik kelganligi u odamni Alloh subhanahu va taoloning tashlayotgan emasligini bizga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. To'g'risini Alloh subhanahu va taolo bilguchi. 3-oyat qaraydigan bo'lsak, bu ma'noni texim uchiq aytib beradi Alloh subhanahu va taolo. Ma wadda'aka robbuka va ma qala. Parvishkoring seni tashlab etmadi va seni yomonmi ko'rib qolmadi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vahiydan uzilib, mushriklarning aziyat kelgan paytda boshqalar nima dedi? Robbi uni tashlab etdi dedi. Endi biz inson bo'lish sifatimiz bilan beshimizga bir qiyinchilik kelsa, iqtisodiy ziyon kelsa va har qanday bir musibat kelsa, izlagan narsamizni topolmasak, tirishgan narsamizga erishammasak, Allohga duo qilsak, Alloh yo'lida chiqim qilsak, ya'ni butun ibodatlarimizni to'liq qilib turib, izlagan narsamizni topolmasak, beshimizga musibatlar kelib qolsa, biz qanday o'ylaymiz? Alloh meni tashlab etganmidi? Alloh meni unutib qolganmidi deb o'ylab qolamiz. Masalan, bugungi kunimizda bizning beshimizga kelgan zulmlar qarab, ajab uzrab ketdi. Ajaba Alloh subhanahu va taolo bizni unutib qolganmidi degan bu xiyol o'zimizning xiyoliga kelmisimi? Ammo shayton buni bizning xiyolimizga keltirdi. Va ba'zi bir odamiy shaytonlar buni bizning xiyolimizga keltirdi. Bu oyat bizlarga shunday deydi-ki, ey Muhammad, vahiyning uzilib qolishi bilan sen Qur'oningdan ayrilib qolding. Bu hargizmi Robbingning seni tashlab etganlik emas. Haqiqatan qiyinchilik bir paytda qolding, lekin bu Robbingning seni tashlab etganlik emas
deyishlan birga Alloh subhanahu va taolo bizlarga ey beshig'i qiyinchilik kelgan musulmonlar, turli musibatlarga uchragan musulmonlar, turli musibatlar, turli ziyonlar beshig'i kelib qiyinchilikdan chiqolmay qolgan musulmonlar, shayton sizlarga har xil vasvasa qilsin, uningga ishonmanglar. Ma vadda'aka robbuka va ma qala. Robbing, parvishkoring seni tashlab etmadi deydi. Qarab qolgan bo'lsak Alloh subhanahu va taolo bu oyatda robbuka degan bu sifatni keltirdi. Robb degan qanday sifat? Parvishkor degan sifat. Alloh subhanahu va taolo Alloh seni tashlab etmadi demasdan parvishkoring seni tashlab etmadi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo seni onangning rahmatidan tortib ana shunda parvish qildi, sog'lom cho'ng qildi, aql berdi, pul berdi, nurg'ulgan imkoniyatlarni berdi. Ya'ni mushak kelguncha sana nurg'ulgan ne'matlarni ato qilib seni parvish qildi. Ana shunda parvish qilgan Alloh subhanahu va taolo seni hargiz tashlab etmaydi. Bu qiyinchilikka tushgan bo'lsang, chuqur bundan qutulsa, va ma qala, sening Robbing seni yomonmi ko'rib qolmadi. San qiyinchilik berganligi, beshingga musibat berganligi, iqtisodiy ziyonga uchratganligi, farzand siniqqa berganligi, hargiz seni yomon ko'rganligi emas deb Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni bizlarga nozil qiladi. Xo'sh, bu oyatlar bizning xiyolimizdagi, tafakkurimizdagi Allohga bo'lgan tunishimizni qaytadan bir yengilishimiz kerak. Odatda Alloh subhanahu va taolo bizga nurg'un ne'mat beradi. Sanoqsiz ne'mat beradi. Shu sanoqsiz ne'matlar ichidan bir ne'matni tatib qolsa, darhol biz ko'p hollarda yomon o'ylab qolamiz. Acaba men nimani xato qildim? Men Allohga ibodat qilsam, namoz o'qisam, nima uchun Alloh subhanahu va taolo meni bunday qiladi? Alloh subhanahu va taolo meni tashlab etganmidi deb o'ylab qolamiz. Ma vadda'aka. Alloh bizni tashlamaydi. Va ma qala. Robbimiz, parvishkorimiz bizni asla va asla yomon ko'rmaydi. Xo'sh, unda bo'lsa nima uchun Alloh subhanahu va taolo bizning beshimizga bu musibatlarni beradi? Nima uchun meni bu qiyinchilikqa qoldirib qo'ydi, tashlab qo'ydi? Alloh subhanahu va taolo hayotni, dunyoni bir imtihon qilib yaratdi. Alloh subhanahu va taolo har xil sabablar bilan turli kishilarning boshiga turli musibatlarni beradi. Ba'zining gunohini afu qilish uchun, ba'zining qiyomatlik o'rnini yuqori ko'tarish uchun, ba'zining uni texmi tavlab, texmi bir yuqori o'ringa ko'tarish uchun Alloh subhanahu va taolo turli musibatlarni, turli qiyinchiliklarni beradi. Biz payg'ambarlarning tarixiga qarab qolgan bo'lsak, eng qattiq sinalgan kishilar kimlar? Payg'ambar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisde her bir adam imanı karta imtihan kılınıdı deydi. Şunun için beşiniz kelgen musibet sizin imanınız miktarı boyunca buludu. Beşinizge bir egir musibet kelgen bolsa şunda oylan ki menin imanım mustahkem işken Allah subhanahu wa ta'ala bana bu sınakını bu bendem kütüreleydi de biripti. Allah bana yardım kılgın men bu sınakını ötey deyip Allah subhanahu wa ta'ala'a dua kılışımız gerek. Allah subhanahu wa ta'ala'a tehimi bağlanışımız gerek. Çünkü Müslümanın beşiği kelgen musibet sevir kılsa onun için yaxşılık. Çünkü mahayat vaktlik. Azab bo'lsin, xushallik bo'lsin, hammasi vaqtli. Beshimiz kelgan musibatlar chuqum o'tib ketadi. Ammo oxiratda bir hayot bor, u hayot mangulik. Alloh subhanahu va taolo agar bizni yaxshi ko'rsa, ana shunda sinaydi. Ba'zida ne'mat berib sinaydi, pul berib sinaydi, ba'zida pulni elib sinaydi. Mo'min pul berib sinalsin va iqtisodiy ziyonga uchratilib sinalsin, o'z joyida muomala qilgan vaqtida ondan keyin u imtihondan o'tgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo nima uchun beshimizga musibat keladi deganning javobini keyingi oyatda beradi. Alloh subhanahu va taolo 4-oyatda deydi: "Valal axiratu khayrul laka minal ula." Oxirat sana albatta dunyodan yaxshidir deydi. İki tane hayat var. Ma dünya hayatı ölgenden keyin biz baradigan, hiç kim kaçıp qutlanmaydigan bir hayat. Ma hayatta beşimizge türlü qiyinchiliklar keladi, türlü musibatlar keladi, her xil balalar keladi. Lekin biz sabr qilsak, u o'tib ketadi. U mangu emas. Hech qanday bir qiyinchilik mangu davomlashmaydi. Lekin oxirat hayotida bir hayat bor. Ölgenden keyin hammamiz boramiz. U yerda qiyinchilik mangu davomlashadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo ma hayotda mu'minlarga, gunohkorlarga ba'zi bir musibatlarni berish orqali uni poklashni iroda qiladi. Shuning uchun beşimizge qanday bir musibat kelsin, oxirat men uchun yaxshi deb oxiratni ko'zlab turib harakat qilishimiz kerak. Oxiratni o'ylab turib sabr qilishimiz kerak. Shu Alloh subhanahu va taolo oxirat sana albatta dunyodan yaxshidir degini, ne'mat berilsin yoki musibat berilsin, hammasi o'tkinchi. Oxirat sen uchun yaxshi. Haqiqiy hayot oxirat hayoti. Shunga dunyoda musibat kelgan bo'lsa, buning qarta umidsizlanib ketma. Allohdan tila u o'tib ketadi. Eng g'am yeydiganimiz, eng qo'rqishga tegishli bo'ldig'ini, eng umidsizlanishga tegishli bo'lg'ini oxiratdagi ziyon, oxiratdagi musibat. Shuning uchun valal axiratu khayrul laka minal ula. Ahiret sana bu dünyadan yaxşıdır. Hammamizga ahiret dünyadan yaxşı. Odatda biz tush ko'rgan vaqtimizda tushda shunchalik bir azoblangan bo'lsak yoki boshqalardan tayoq yegan bo'lsak yoki shunchalik vahimalik bir tush ko'rgan bo'lsak, uyg'onib bir istakan suv ichgandan keyin u azobning, u qo'rqinchning hech bir ta'siri qolmaydi. U azobni hech yashamagandek bo'lamiz. Oxirat hayotida mahayati tatgan azoblarimiz, qiyinchiliklarimiz xuddi yashamagandek, xuddi bir tushdaklan bo'ladi. Şunun için Hazreti Ali radıyallahu anhu "En-nâsi niyâm izâ mâtu intabahu." Kişiler
uyquda. Mahiyatni biz uyg'oq deb o'ylaymiz. Oxirat hayotiga chiqib rasmiy uyg'ongandan keyin mahiyatdagi azoblarning hammasini unutiblam ketamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo deydi: "Valal axiratu xayrul laka minal ula." Oxirat dunyo hayotidan yaxshi. Dunyodagi ishlarning hammasi o'tkinchi, unutilib ketadi deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizga beshinglarga mayli yaxshilik kelsin, mayli yomonlik kelsin, oxiratni nishon qilinglar degan ishoratni qiladi. Undan keyingi 5-oyat Alloh subhanahu va taolo: "Va la sawfa yu'tika robbuka fatarda." Parvardigoring Pervişkarın kelgüsü sana nurgun yaxşılıqlarını ata qıldı. Sen onundan memnun bolasan deydi. Nurgun nəslin ayrılğan, beşiği musibət gəlgən, iqtisadi ziyanı uçurğan, pərinzət sınıqığı düş gəlgən, köngli yerin boğan, dua qılıb icabət bolmağan, tirişib irişəlməyən, izləb tapalmay köngli yerin boğan bütün müsəlmanlar şununğa işininglar ki, "Və la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Pat yaqında kelgüsüdə Pervişkarın Rabbin sana şundaq bir yaxşılıqlarını ata qılıdı ki, sen razı bolasan. Sen memnun bolasan. Sen dua qilib duayım icabət bolmadı deb köngling yerim qilgan ishlar uchun hanim bo'lsa duayım icabət bo'lmabdikan. Allah subhanahu va taolo menga texmi yaxshisini berishni iroda qilgan deb memnun bo'lasan. Rozi bo'lasan, Allohga duo qilasan deydi. Haqiqatan biz mahiyatda nurg'ulgan narsalarga erishishni tirishimiz, orzu qilamiz, hatto duo qilamiz. U narsalarga erishamagan vaqtda bo'lsa ko'nglimiz yerim bo'ladi. G'am qayg'u patimiz. Nima deb Alloh subhanahu va taolo menga tilginimni bermaydi deb o'ylaymiz. Vaholanki biz Alloh subhanahu va taolodan bir tal tuxum so'rgan bo'lishimiz mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizga tuxumni bermay, to'g'ri berishni iroda qilgan bo'lishi mumkin. Mana mushu pozitsiyada bo'lgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taologa to'g'ri pozitsiyada bo'lgan bo'lamiz. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo "Va la sawfa yu'tika robbuka fatarda." Bizni rozi qilgudek yaxshiliklarni bizga cho'qim beradi. Allohning bermagindimi bir yaxshilik bor. Bergindimi yaxshilik bor. Alloh subhanahu va taolo nima ish qilgan bo'lsa biz qarta uningda bir yaxshilik bor. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo "Alam yajidka yatiman fa'awa." U Robbing, u Parvardigoring seni yetim bilib sana panah vermedimi? Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tug'ilishdan ilgari dadasidan ayrilgan. Tug'ilib 6 yosh kirgandan keyin onasidan ayrilgan. Keyin mehribon bo'g'zidan ayrilgan, keyin tag'isining qo'lida o'sib cho'ng bo'lgan. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yetim hayot yashagan. Ana shundaq ota-onasining tarbiyasini olmagan va shundaqla muqim bir oilada cho'ng bo'lanmagan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qanday qilib buyuk inson bo'ladi? Hammasi Alloh subhanahu va taoloning Peygamberimizga bergan tavfiqi va shundaqla Peygamberimizga bergan ne'mati. Biz ko'p hollarda dunyoda bir musibatga uchursak, ne'matlarni unutib qolamiz. Shu musibatga, shu qiyinchilikqa markazlashib olamiz. Alloh subhanahu va taolo Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga Peygamberimizning vahiy uzilib qolish sababli ko'ngli yerim bo'layotgan paytda o'zining ne'matini eslatadi. "Ey Muhammad, sen nimaga ansiraysan? Nimadan qo'rqsan? Sen yetim holati cho'ng bo'lgan birisi eding. Biz sana panoh bermadikmi?" deb Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga ne'matini eslatish orqali Allohga bo'lgan bog'lanishni texmi chingitadi va shundaqla bizlarga beshimizga bir musibat kelsa, ne'matinglarni eslanglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga 100 ne'mat berib, bir ne'matni tatib olsa, umidsinib ketmanglar. Chunki 99 ne'matni berayotgani Alloh subhanahu va taolo deganga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Amaliyotimiz hayotimiz qarab qolgan bo'lsa, biz nurg'un sanoqsiz ne'matlarga erishimiz. 10 yillar, 15 yillar ig'ir kasallarga mubtalo bo'lmaymiz. Ammo tuyuqsiz bir kun doktorxonaga bordik. Doktor sizga ig'ir bir kasaldan diagnoz qo'ydi. Ruhimiz tushiblam ketadi. Yo'qlam bo'lib ketamiz. Ilohimiz yo'qdek, duo qildigan Robbimiz yo'qdek, bizni qutuldirib oladigan birisi yo'qdek his qilib ketamiz. Hey, bizni hozir qadar elib kelgan ekan. Hozir qadar yuragimizni so'qtirib kelgan ekan. Hozir qadar qinimizni aylantirib kelgan ekan. O'zimiz qildikmi? Robbimiz ya, Parvardigorimiz ya, ana shundaq Parvardigorimiz bizga yomonlikni iroda qiladimi? Bu qiyinchilikni bizni qo'yib qo'yami? Aslo unday qilmaydi. Bizni yo'q yerdan paydo qilgan Alloh u hikmat uchun yaratdimi hayotda? Bizga nima bergan bo'lsa, hikmatlan berdi. Shunga beshimizga bir musibat kelsa, qiyinchilik kelsa, xuddi Alloh yo'qdek ümitsizlikka tushmay, hele ham Alloh taolo menga nurg'un ne'mat beryotdi ya. Buningda bir imtihon bor, buningda bir sinaq bor, buningda bir hikmat bor deb uningga taslim bo'laylik. Chunki Robbimiz bizni ana shundaq parvarish qilgan, qiladi. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bizga rahmat qiladi. Allohning rahmati kamera. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo va vajadaka dallan fahada. Qaymoqqan bilib hidoyat qilmadikmi? Inson uchun bilgan eng chong ne'mat qaysi? Hidoyat, iymon ne'mati. Iymon insonni inson qiladi. Iymon insonni haqiqiy inson qiladi va shundaqla sulton qiladi. Hamda Alloh subhanahu va taolo Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga iymon, hidoyat ne'matini eslatish orqali, "Ey Muhammad, bu yo'lga biz seni elib kirdik. Hargizmi vehni to'xtatib qo'yish bilan seni tashlab qo'ymaymiz. Sen bunun qarta sabrichan bo'l." deganga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. To'g'risi Alloh subhanahu va taolo bilguchi. Va shundaqla bu oyat orqali "Ey musulmonlar, beshinglarga bir qiyinchilik kelsa, va yoki chiqish yo'li topolmay qolib qolsanglar, unda qayg'urib ketmanglar. Umidsizlanmanglar. Mush iymon hidoyatiga silinib boshladi. Nurg'ulg'an yo'llarni bostirib
nurg'ulg'an xatarlardan saqladi sizlarni. O saqlagan Alloh subhanahu va taolo mavjud, qiyomat kuchi mengu mavjud Alloh subhanahu va taolo. Ana shu Allohga duo qilinglar. Allohning bu ne'matini sizlarga aslanglar deganga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Ondan keyin Alloh taolo va vajadaka ailan fa aghna, biz seni yo'qsizligingni bilib beyitmadikmi deydi. Bilganimizdek payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yetim cho'ng bo'lgan. Ota-onasi vafot topgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga cho'ng bir narsa meros qolmagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yo'qsul edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xadija radhiyallohu anha bilan to'y qilish orqali Xadija onamiz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ma'naviy va moddiy jihatda yordamchi bo'lish bilan birga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni kishilardan behojat qildi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom da'vat yo'liga mang'aldi. Bu yerga elib kelgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'z kuchi bilan keldimi? Undaq emas. Alloh subhanahu va taolo ishlarni ana shunday o'rinlashtirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yetim holatidan tortib o'z panohiga oldi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom beshidan tortib Allohning himoyasida. Yetimlikida bo'lsin, va qaymuqqan holatida bo'lsin, va yoki yo'qsul holatida bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo mana shunday ne'matlar bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni tanladi. Ey Muhammad, biz sana mana shunday ne'matlarni berdik. Shuning uchun beshingga bir qiyinchilik kelsa, bir musibat kelsa, masalan vahiyning uzishiga o'xshash, chunki vahiyning uzishi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uchun cho'ng bir musibat bu. Mana shunday musibat kelsa, asla va asla o'zingni yo'qotib qo'ymag'in deganga ishorat qildi. Va shundaqlar bizlarga shunday deydi-ki, har qanday bir qiyinchilik uchursanglar, Allohning bergan boshqa ne'matlarini aslanglar. Hali ham bir vatqan ne'matlarni aslanglarki, Alloh subhanahu va taolo sizlarni tashlab qo'ymadi, sizlarni unutib qolmadi, sizlarni yomon ko'rib qolmadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi biladigan hikmatlar uchun sizlarni imtihon qilgan bo'lishi mumkin. Sizlarga bir narsalarni o'rgatayotgan bo'lishi mumkin, bir narsalarni ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Har ishda Allohning hikmati va Allohga taslim bo'linglar deganga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo to'g'risini bilguchi. Ondan keyin Alloh taolo fa ammal yatima fala taqhar va ammas sa'ila fala tanhar va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Shuni sen yetimni xo'rlama. Yetimni qo'pollik qilma, so'rg'uchini silkishlama. Va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Parvardigoringning ne'matini kishilarga so'zlab bergin dedi. Qarab qarag'an bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ilgiriki 3 oyatda o'zining bergan 3 ne'matini eslatdi. Birinchisi yetimlik, ikkinchisi tingirqab qilish, hidoyatni topolmaslik, uchinchisi yo'qsizlik. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo yetimlikda panohiga oldi, tingirqab qolgan vaqtda hidoyat qildi, yo'qsul vaqtida boy qildi. Mana bu 3 ne'mat qarta Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan nima ish qilish kerak ekanligini talab qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yetimlikdan qutuldirganligi uchun yoki yetimlikda panohiga olgan uchun yetimlarga qo'pollik qilmaslik, xo'rlamaslikni tavsiya qildi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yo'qsizlikdan boy qilganligi uchun soilga, tilamchiga, so'rg'uchiga qo'pollik qilmaslik, ularni silkimaslikka tavsiya qildi. Uchinchidan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tingirqab qolgan vaqtida, haqiqiy to'g'ridan qaysidir deb qolgan vaqtida iymon, hidoyat va payg'ambarlik vazifasini berganligi uchun uni kishilarga yetkazishga buyurdi. Va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Allohning bergan ne'matini kishilarga so'zlagin. Iymon, hidoyatdan iborat bu ne'matini kishilarga so'zlagan deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunga buyurdi. Demak, har bir ne'matning shukri shu ne'matning turidan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sizga qanday qiyinchilikdan qutuldirgan bo'lsa, shunda qiyinchilikqa tushib qolgan kishilarga yaxshilik qiling. Alloh subhanahu va taolo sizga qanday ne'matni bergan bo'lsa, shu ne'matni Alloh yo'lida ishlating va boshqalarga yetkazing. Shundaqla qaraydigan bo'lsak, suraning oxirida Alloh subhanahu va taolo shukr qilishning tartibini ma'qul tartib bilan keltirdi. Yetimni xo'rlamaslik, ikkinchisi so'rg'uchini silkishlamaslik, uchinchisi Robbimizning ne'matini so'zlash. Bu shukrning tartibi ekan shundaqo. Demak, Alloh qilinadigan shukr qanday bo'ldi ekan? Birinchilab kishilar bilan bo'lgan muomalamizni, ya'ni axloqimizni tuzashdan boshlandi ekan. Yetimni, ota-onasi yo'q odamni, ega-chaqasi yo'q odamni xo'rlamaslik bilan, ularga ziyon solmaslik bilan boshlandi ekan. Va shundaqla so'rg'uchiga qattiq tegmaslik bilan bo'ldi ekan. Mayli ilm so'rgan bo'lsin, pul so'rgan bo'lsin, nima so'rgan bo'lsin, uni qattiq tegmaslik bilan bo'ldi ekan. Ya'ni oldin biz Allohga shukr qilish uchun qanday qilishimiz kerak ekan? Kishilar bilan yaxshi muomala qilishimiz kerak ekan. Kishilarga haqiqiy axloq bilan muomala qilishimiz kerak ekan. Uchinchi o'lab, va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Allohning ne'matini, iymon ne'matini, hidoyat ne'matini so'zlab kishilarga yetkazishimiz kerak ekan. Bu shundaq bir oltin qoida oldimiz qo'ydi-ki, kishilarga yaxshi muomala qilmagan odam, axloqi go'zal bo'lmagan odamningki shukrisi to'liq bo'lmaydi. Allohning ne'matini so'zlashdan, Allohning hidoyatini so'zlashdan, iymon, islomni tarqatishdan ilgari sizning kishilar bilan bo'lgan muomalangiz yaxshi bo'lsin degan bir oltin qoidani bizga sunadi. Xo'sh, bu surdan oldigan muhim nuqtalar bo'lsa, birinchisi Robbimiz, Parvardigorimiz bizni asla va asla tashlamaydi. Beşimizga qandaq musibat kelib ketsin, mana mush e'tiqodda turishimiz kerak. Ma vadda'aka robbuka va ma qala. Robbimiz bizni tashlamaydi, bizni yomonmi ko'rmaydi.
İkincisi, qiyinchilik tushib qolgan vaqtimizda Allohning bergan ne'matlarini eslash orqali doim umidvor bo'lish. Alloh subhanahu va taolo bizga cheksiz ne'mat bergilik. Endi bir ne'matni tatib olgan bo'lsa, va yoki bir ishni ziyon solgan bo'lsa, umidlanmasligimiz kerak. Ko'p hollarda biz inson bo'lganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizga 100 ming dollar berib, 5 ming dollar ziyonga uchratsa, ko'nglimiz nayt yerim bo'lib qaqshab ketamiz. Acaba men nima ish qildim deymiz. Vaholanki bizdagi iqtisod top qolsa, masalan, iqtisodning hammasini kim bergan? Alloh bergan. Shunga berilmagan emas, ziyonga uchratgan emas, berilgan. Boshqa ne'matlarni eslab turib, doim umidvor bo'lishimiz kerak. Allohga yaxshi, to'g'ri gumanda bo'lishimiz kerak. Uchinchisi bo'lsa, musulmon qalbiga adiga shundoq bir narsani pukish kerakki, kelgusi chuqum hozirgidan yaxshi bo'ladi. Wala sawfa yu'tika robbuka fatarda. Robbimiz bizni mamnun qilgudek, rozi qilgudek bir yaxshiliklarni bizga chuqum beradi. Hargiz bu kishilar orasiga salbiy gaplarni tarqitib, musulmonlarni umidsizlantirishga bo'lmaydi. Chunki bu oyatga zid. Chunki wala sawfa yu'tika robbuka fatarda. Robbimiz bizga beradi, biz rozi bo'lib ketamiz. Xushal bo'lib ketamiz. Chuqum kelgusi yaxshi bo'ladi. To'rtinchisi, ne'matning shukri. Alloh subhanahu va taolosining qaysi yoringizga malham bo'lgan bo'lsa, qaysi yoringizga shifolik bergan bo'lsa, siz boshqalarning shu yorisiga shifo bo'ling, malham bo'ling. Mana bu ne'matningki shukri. Va shundaqla eng muhim nuqta, shuning oxirida biz olgan insonlarga mehribon bo'lmay turib, axloqli bo'lmay turib, Allohga haqiqiy shukr qilg'ili bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni bu sirni tushunib amal qilishni nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.